Burunni to'g'ri yuvish, uni noto'g'ri yuvib qo'ysangiz asoratlari va texnikasi haqida bugun gaplashamiz. Men Amir Bakayev, 10 yillik tajribaga ega, Rossiya Federatsiyasi tibbiyot fanlari nomzodi lor jarrohman azizlar. Mana sizlarga maxsus deydi-ku, o'zim ham shamollaganman, shu uchun bugun qanday qilib burunni to'g'ri yuvish haqida gaplashamiz. O'zi burunni qachon yuvsa bo'ladi? Agar sizda o'tkir gaymerit, surunkali gaymerit bo'lsa, allergik rinit bo'lsa, yokida bolalaringizning dimog'ida go'sht bo'lsa, o'sha go'sht yallig'langan payti adenoidit deydi. Adenoidit bo'lsa, mana shu holatlarda yuvsa bo'ladi. Burun yuvish texnikasiga juda e'tibor berish kerak, chunki noto'g'ri yuvib qo'ysangiz agar burun orqali, yestahinayi orqali quloqga suv boradi va qulog'ingiz og'rishi, hattoki otitga, quloq og'rig'iga olib kelishi mumkin. Xo'p, birinchi o'rinda qiladigan ishimiz biz burun toraytiruvchi spreylardan burnimizga sepib olamiz. Sepib olganimizdan keyin 10 daqiqa kutib o'tiramiz. 10 daqiqa ichida burun ochiladi, shishlar ketadi. O'shanda siz osonlik bilan burningizni yuvasiz. Hozir aptekalarda burun yuvuvchi dorilarning turli xili bor. Ksil deysizmi, Dolphin deysizmi, Dr. Sinus, Burunduk, ko'p xili bor, farqi yo'q. Luboyni olsangiz bo'ladi. Mana shunaqa ustroyствоsi bor ichida. Ochasiz. Mana shu tuzli paketiklar bor. Tuzli paketiklarni ochamiz. Ochasiz, ichida tuz bo'ladi. Tuzni sepasiz. Sepganingizdan keyin qaynatib eritilgan ichiga mana shu yerda metkachasi bo'ladi. 240 ml suv solasiz. Bo'ldi. Tuzni solasiz. Bu tuzni solgandan keyin ustiga tomon shu metkachasigacha 240 ml qaynatib eritilgan suv solasiz. Buni o'zi instruksiyasi bo'yicha 4 yoshdan degan, lekin buni biz 2-3 yoshlik bolalarga ham beramiz. Faqat texnikasini to'g'ri qilsa bo'ldi. Keyin yaxshilab aralashtirasiz. Endi burun yuvishga tayyormiz. Hozirda yuvayotgan paytda bir narsaga e'tibor berasizlar. Mana shu ustroyствоmizni uchi burun to'sig'iga qaratilishi kerak, o'rtaga qaratilishi kerak. Agar chap burunni yuvayotgan bo'lsangiz, mana bu yoqqa qaraladi. O'ng burun bo'shlig'ini yuvayotgan bo'lsangiz, bu yoqqa qaraladi. Rakvinaning oldiga salgina enkaygan holda turamiz. Chap burun bo'shlig'ini yuvayotgan bo'lsangiz, salgina o'ng tomonga boshingizni burasiz. Ohista bosing, juda tez bosmang. Juda tez bossangiz agar suv katta nafar bilan borib, salgina quloqlarni og'ritishi mumkin. O'sha qoqasiz. Yuvayotgan paytda og'zingizni oching. Yuvdik, yana qoqamiz. Endi bu tomonni yuvgandan keyin to'da yiring qoldiqlari tushib ketdi. Birdan erkin nafas olasiz. Juda zo'r usul. Albatta to'g'ri foydalansangiz. Hozirda men sizlar bilan burun yuvishga qanday burun tayyorlash kerakligini, o'zi tuzli eritmani qanday tayyorlash kerakligi va texnikasini ko'rib chiqdik. Kasal bo'lmang avvalambor. Agar kasal bo'lsangiz, albatta shu usuldan foydalaning. Bu sizni tezroq yaxshi bo'lishingizga zamin yaratadi. Agar sizga bizning yordamimiz kerak bo'lsa, sizni har doim klinikamizda ko'rishdan mamnun bo'lamiz.